Ovsin tushirganimdan beri tillalarim yo'qoladi. Gumon imondan ayiradi. Lekin ovsinimdan gumonim bor. Chunki 7 yildan beri hech qanaqa tillamam yo'qolmagan, hech nimam yo'qolmagan. Lekin ovsinim kelgandan beri tillalarim, uzuvlarim, zirelarim, sipochkalarim yo'qoladi. Ishoning, даже tilla bo'lmasa ham, oddiy bujuteriya bo'lsa ham yo'qolib qolyapti. Tillalarimni mayli, erim olib chiqib sotib olgandir deb o'ylashim mumkin. Lekin bujuteriyamni olib chiqib erim sotib olmasa kerak. Ovsinimdan so'ray desam, oraga sovuqchilik tushadi. Narsalarimni kim o'g'irlayotgan bo'lsa ham yaxshi ish qilmayapti. O'sha o'g'riga ham insof bersin. Ishonasizmi? Oldin erimdan pul olib, yig'ib faqat olardim. Endi erimdan pul olsam faqat oddiy bujuteriyalar zakaz qilib o'tiribman. Tillalarimni hammasini yig'ishtirib onam uylariga olib borib qo'yganman. Xuddi brilliant tillaga o'xshagan bujuteriyalar taqib yuraman. Ishonasizmi? Даже ovsinim ko'rib, "Oy, opajon, yangi tilla oldingizmi?" debapti. Bujuteriyaligini aytmasdan, "Ha, tilla oldim" deb qo'yibman. deb yozib yuboribdilar bitta obunachim. Men ham tillalarimni hammasini olib qo'yib, faqat bujuteriya taqib yuraman. Men uzuv, zire, sipochkalarni ko'p taqib yura olmayman. Uzog'i 1 soatdan keyin yechib qo'yaman. Ko'chaga chiqqanimda, ekbekka borganimda yechib qo'ysam yo'qotib qo'yishim mumkin deb, faqat bujuteriya taqib yuraman. Yo'qotib qo'ysam ham achinmayman. Bugun o'zimga yangi taqimchoqlar zakaz qildim. Katyadan maxli braslet va uzugina komplekt. Bu uzun taqsiylar boybacha xonimlar ham oldinglarga kelib sizlarga havas qiladi. Bilmagan odam brilliant deb o'ylaydi. Katya maxli kolleksiyasidan oldin trend bo'lgan shunaqa uzuv, xuddi obruchalkaga o'xshaydi va shunaqa sipochka, men sipochka taqishni yomon ko'raman. Buni singlim uchun zakaz qildim. Sizlarga ham shunaqa trenddagi bujuteriyalar, soatlar kerak bo'lsa, bujuteriya mohiy profiliga murojaat qilinglar. Ularda hammasi sifatli va hamyonbop.